Puli yo'q odam gapirishga haqqi yo'q odamdir. Xonadagi eng aqlli inson bo'lishing mumkin, lekin cho'ntaging bo'sh bo'lsa, seni hech kim eshitmaydi. Hatto o'z oilang ham, qarindoshlaring oldida ham asta-sekin hurmating yo'qola boshlaydi. Shuning uchun har kuni turib qattiq ishla. Moliyangni tartibga keltir, chunki pul ko'p muammolarni hal qiladi. Pul xarakter sotib ola olmaydi, lekin imkoniyat beradi, vaqt beradi, tinch o'ylash uchun joy beradi. Pulsiz bo'lsang, hamma muammo shoshilinch tuyuladi. Har bir to'lov bosimdek tuyuladi. Har bir qaror xavotir bilan qabul qilinadi. Puling bo'lsa, boshqacha harakat qilasan. Bemalol tanlov qilasan. Hurmat faqat yaxshilik bilan emas, u boylik va qudrat bilan keladi. Boylikni ketidan quv, chunki bu dunyoda moliyaviy kuch har qanday olimning fikridan baland hisoblanadi. Jimlikda boylik qurish tajribamni bilmoqchi bo'lsang, bu videoni saqlab qo'y. Hoziroq obuna bo'l. Aks holda meni qaytib topolmaysan.